Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab olib borilayotgan islohotlar har bir xonadonga kirib, fuqarolar tafakkurida yangilanishlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Hozir shu haqda bu jarayonlarda fuqarolar ham ishtirok etishi hamda o'z hududlarini obod va fayzli bo'lishiga hissa qo'shishi mumkinligi yaratildi. Tashabbusli budjet jarayoniga kiritilgan loyihalar ichidan g'olib deb topilganlari mahallalarning o'ziga xos qiyofa kasb etishiga, aholi muammolarining bartaraf bo'lishiga yordam bermoqda. Berni tuman Qamishli mahalla fuqarolar yig'inida 5,5 mingga yaqin jon istiqomat qiladi. Xonadonlar 1000 dan oshiq. Hozirgi kunda mahallamizda tashabbusli budjet qismi birinchi mavsumida mahalla qishloq qo'riqchilik punkti ta'mirlashga qo'yilgandi. Shuni mahallamiz bilan birgalikda open budjetdan birinchi mavsumda yutib oldik. Hozirgi kunda ko'pimiz remontlanib ishga tushirildi. Xalqimiz bundan juda xursand. Ikkinchi mavsumida ochiq budjetdan yana yo'l qo'yilgandi. Davr ko'chasi 2 kilometrga yaqin joyi. Buni ham ta'mirlash ishlari hozirgi kunda boshlandi mana. Mahallamizda 2025-yil Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan mahallamizga ichimlik quvurlari tortildi. Oldinlari ichimlik suvi mahallamizda yo'q edi, tortilmagandi. Bu yil quvurlar tortildi. 2026-yil ishga tushish arafasida. Bundan xalqimiz juda xursand. Bu yangi O'zbekistonning hozirgi kunda bo'layotgan islohotlar, hozirgi kunda o'zgarishlar, islohotlar bizning mahallamizgacha mana yetib keldi. Buning uchun davlatimiz rahbariga, rahbarlarimizga katta rahmatlar aytamiz. Qamishli mahallasida tashabbusli budjetning ikkinchi mavsumida g'olib bo'lgan Davr ko'chasining 2 kilometr qismini asfaltlash uchun dastlabki ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan. Bunday yangilanishlar aholining befarq qolmayotganini ko'rsatmoqda. Mana yo'llarimizda open budjetda o'tib oldik. Mana yo'llarimiz ravon, keng bo'latir. Bundan bir 10 yil, 7-8 yil oldin yo'llarimiz loy, yurish qiyin edi. Ko'p sharoitlarimiz yaxshilanyapti. Mana hozir shu yo'llarda ishlari boshlanib ketdi. Mana xudo xolasa bir haftaga asfalt bo'ladi yo'llarimiz. Mana bir 7-8 yil, 10 yil oldinlari yo'llarimiz yomon edi. Bunday murojaatlarimiz ko'p amalga oshmay, tinglanmay, hozir mana prezidentimizning tashabbusi bilan shu open budjet, ovoz berish yo'llari bilan yo'llarimizni yutib oldik. Mana yo'llarimiz yaxshi, endi xudo xolasa asfalt bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK 4271-son qaroriga asosan Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi O'zbekistonning g'arbiy qismida ichimlik suvi ta'minoti tizimlarini rivojlantirish loyihasi amalga oshirilishi natijasida ushbu mahallada ham ichimlik suvi quvurlari tortish ishlari yakunlangan. O'zgarishlar hududning yangi qiyofasini ko'rsatibgina qolmay, xalqning farovon va baxtli turmushini, kelajakka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlab borayotgani bilan ahamiyatlidir.